Yomg'irlatib sug'orish 22 gektarga surxondaryolik akalarimizga necha pulga tushdi gektariga? Tayyor tizim gektariga 12 milliondan tushdi. 12 million. Turbalarni ham ortishib boshlab o'rtoqlar ko'rib turganinglarda. Mana 90. O, mana ustiga gofralarni ham ortyapmiz. Gofra nimaga kerak? Umidga nima oldik buni? Bu pushkalar o'rnatiladigan stoykalarni tagiga 60-70 sm qilib o'rnatilib, ichiga beton quyiladi. Beton quyiladi. Beton quyiladi. Detallatsiya bo'lmasligi uchun. O'sha pushkani qimillatmasdan ushlab turish uchun kerak bo'ladi. Turbalarimiz nima deyapti, aka? Turba zo'r, qalinligi ham zo'r, xudo xolisa. 10 atmosfera davleniyani o'sha bemalol maza qilib ishlatasiz, xudo xolisa. Uстановkalarda ham munchaga qiynalmaysiz. 33 metrda mana siz uchun chiqarib qo'ydik. Yana nimalar bor komplektatsiyamizda, aka? Bir odamga ko'rsating. Komplektatsiyada Necha gektar edi bu hozir? 22 gektar beda. 22 gektar beda uchun Surxondaryoda Surxondaryo Sherobod tumanida 50 tali turbalarimiz 5 kilometr 700 metr. Ular ham qalin, 10-12 davleni ushlaydigan. Hozir nasosimiz ham keladi. Nasoslarimiz bor, stoykalarimiz bor. Hamma o'sha kerakli bo'lgan, даже shitigacha, kabeligacha hammasi komplekt. Qani bitta obzor qilamiz. Bu temir turbalar nimaga, aka? Bular o'sha pushkalarimiz turadigan stoykalar. Voy, namuncha uzun bu nima bu? Materialmi bu Umidga? Ha, bu geotekstil bo'ladi. Basseyn kovlaganmiz Surxondaryoda. O'sha basseynni klyonkani tagidan mягкий посадка uchun solinadigan geotekstil. Ya'ni klyonkani teshib qo'ymaslik uchun foydalaniladi. Himoya anaqasida, himoya materiali. Damas to'ldirib nimalar olib keldingiz Umidga? Bu yerda kompressionniy trayniklarimiz bor, stoykamizning teg qismi. Hamma narsalarni yuklash bilan ovoramiz. Surxondaryoda bitta yangi obyekt olganmiz o'rtoqlar. Yomg'irlatib sug'orish bo'yicha pushka bilan bunaqa tizim o'rnatib berish xizmatlari bilan olganmiz. Mana ko'rib turgan turbalar hammasi yer ost tizim bo'lib o'tib ketaveradi. Mana stenkalarni ko'rasizlarmi baquvvatligini, chunki bu tizim katta bar bosimda ishlaydi o'rtoqlar. Shuni hisobiga turbalar o'shanga mos bo'lishi kerak. 10 atmosfera davleniyaga mo'ljallab turib, hamma turbalarni chiqarib hozir yuklash jarayonidamiz. Nasib bo'lsa bu obyektni ishlatib ham sizlarga ko'rsatib berish planlarimiz bor. Kuzatib turamiz. Joningiz sog' bo'lsin.